Qisqasi kelib bitta shkaf tayyorlab berdim. Egasiga bilintirmasdan ataylab ruchkalarni o'zidan o'yib berdimda. Xo'sh, mana shu qaytak ishimizga ruchka отдельно qora ruchkadan qo'ygan yaxshimi yoki mana shunaqangi o'zidan o'yib turib, mana shunaqangi ruchka qilgan yaxshimi? Kommentar fikrlarni qoldiringlar. Bu ishimizga bitta baho berib ketasizlar obzorni. Xullas, xo'sh, bu tomoniga vishilka ilgan отдельно joy qilib berganmiz. Mana shu holatda ichidan foydalangani juda ham qulay. Xo'sh, bu tomoni ikkiga ajralgan vishilkadan iborat. Polkalar bilan ajoyib chiqdi. Tepa qismlari push mexanizmda ochilib yopiladi. Mana shu holatda ochilib yopiladi. Eshiklari polni vakuumda. Xo'sh, bu tomonda partalari, bular ham push mexanizmda ochilib yopiladi. Qoshlari ham ashi ajoyib chiqdi. Xo'sh, bu tomoni tortmali. Past eshikchalari polkalar qo'yib berganmiz. Bonusiga temir stol qilib berdik. Kimga mana shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqarsizlar. Bu ishimiz sizlarga yoqdimi, yo'qmi? Kommentar o'z fikrlaringizni qoldirib ketinglar. Kanalga yangi bo'lganlar obuna bo'lishni esdan chiqmasin. Xudo xolisa bundan keyingi ajoyib videolarimiz hali oldinda.